mana bu echkilarimiz zotdor Pokiston echkilarimiz bor. Mana bunaqa takalardan qochgan hammasi, mana bu takadan qochgan, mana takasi. Ko'rib turibsizlar. Takasi ham nihoyatda zotdor. Juda ko'p, hammasi zotdor, yaxshi echkilarimiz bor. Bular inshaalloh tayyor biznes. Hammasi tug'ishga yaqin bo'lib turibdi. Juda ko'pi bo'g'oz qochgan. Juda ko'plarning bolasi yana qochishga tayyor bo'lib kelyapti. Bahorda tug'ilganlari. Endi nasib bo'lsa, mana shu kattakon boqiladigan joy o'ralgan mana shu uchastkani orqasi mana shu yer. Mana shu joyi Xudo xolasa sotamiz. Shu dala hovliga qo'shib hammasi sotiladi. 3 ta sigirimiz bor. 2 tasini buzog'i bor. Mana buzoqlari ham mana bu yerda turibdi. Bir hafta 10 kunlik buzoqlar. Nasib bo'lsa bularni ham mana 3 ta sigirni ham kelishib berib yuboramiz. Suvlari bor. Mana pastdan keladigan suvlar oqib kelib turadi. Motor bilan hamma yoq sug'orilgan, obod. Xudo xolasa kelishib beraveramiz. Mana Xudo xolasa. Mana bu echki, qo'y, sigirlarga qilingan joylar, mana shu joylarning hammasi. Hurmatli tadbirkorlar.